Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz maxsus chaqiruv bilan bir xo'jalikka keldik. Bu yerdagi holat bu yerga 3 kun oldin yangi qo'ylar olib kelingan, ya'ni qo'zi qo'chqonlar. Mana bu yerdagi asosiy muammo, agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu qo'yda yaqqol ko'rinib turibdi. Bu oqsash, ya'ni yumshoq muskul to'qimalardagi yopiq yallig'lanishlar. Mana shu qashqasini nima qilaylik? Asosan 4-5 boshida asosiy muammo bor, ya'ni yumshoq muskul to'qimaning yopiq yallig'lanishi. Ko'pchilik qo'y ishqibozlari yoki yangi qo'y olganlar yoki umumiy qo'y bilan shug'ullanuvchi odamlarda bir fikr bo'lyaptiki, ya'ni bu yashur kasalligi degan. Yo'q, bu yashur kasalligi emas. Sababi yashur kasalligining alohida klinik belgisi bu eroziyali yaralar bilan xarakterlanadi. Bu yerdagi uchraydigan muammo eng asosiysi yopiq yumshoq muskul to'qimaning yallig'lanishi. Hozir bunga eng yaxshi ishlaydigan antibiotikimiz bor, Bistripen. Shuni qo'llanish tartibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Hurmatli kuzatuvchilar, mana e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy xonaga kirgan holatlarda ham qo'ylarimiz oyoqlarini qo'ya olmayapti. Sababi bo'yatganimizda yumshoq muskul to'qimalardagi yopiq yallig'lanishlar. Yaxshilab e'tibor bersak, mana qo'ylarning tuyog'ida hech qanday yoriq yaralar yo'q. Ya'ni hech qanday yoriq yara emas, faqat bular o'sha mana shu yerdagi muguz qavat, mana bu aytiladi, hamda teri bilan muguz qavati o'rtasidagi yumshoq muskul to'qimani yopiq yallig'lanish hisoblanadi. Bu hozir bunga ishlatadigan preparatimiz bu pensilin streptomycin tarkibli Bistripen antibiotiki hisoblanadi. Mana agar e'tibor bersak, bularda saqlanishi har doim mana shunday muz orasida 2 gradusdan 8 gradusgacha bo'lgan holatda saqlanish kerak. Bistripen antibiotiki bu pensilin streptomycin tarkibli antibiotiklar ichida eng yetakchisi hisoblanadi. Hozir buni ishlatish tartibini ko'rsatamiz. Mana e'tibor bersak, bu cho'kma hosil qiluvchi antibiotik, ya'ni buni tarkibi pensilin streptomycin bo'lganligi uchun cho'kma hosil qiladi va bu turga mansub barcha tur antibiotiklar, masalan, Penistreptorius, Peripronic, shunga o'xshash bir qator antibiotiklar bor. Bularda hammasi saqlanish harorati xuddi shunday, ya'ni 2 gradusdan 8 gradusgacha bo'lgan holatda saqlanish kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, mazkur antibiotik, ya'ni Bistripen antibiotigi yirik shoxli mollarda 20 kg trigvesga 1 ml hisobida, qo'ylarda 10 kg trigvesga 1 ml hisobida, ya'ni mana shu qo'ylarimiz bular trigvesi 50-55 kg atrofida, bularga 5 ml dan bir kunda bir mahal 3 kundan 5 kungacha mushakka yuboramiz. Hozir bu birinchi kunimiz, ya'ni bir xo'jalikka yangi olingan qo'ylarga agar shunaqa holatda kuzatiladigan bo'lsa, oyoq oqsashlari Bistripen antibiotikidan bir kunda bir mahal 3 kun, 4 kun ketma-ket bir kunda bir mahal qo'llash tavsiya qilinadi. Mana qo'yga mushakka ukol qilish ko'pchilik dumba sohasiga yoki oyoq bilan dumbani qo'shilgan joylariga ukol qiladi. Kimlardir oldi tarafga yoki bo'yinga qilinadi. Asosan pensilin streptomycin tarkibli antibiotiklar bular son muskulning eng sergo'sh joyiga qilinadi hamda bitta narsaga alohida e'tibor beramiz. Birinchi kun qilingan inyeksiya joyi aniq belgilanadi. Ya'ni agar o'ng tomonga qilinadigan bo'lsa, birinchi kunga ukol, ikkinchi kunga ukol uni chap tomoniga qilinishi kerak bo'ladi. Bismillah. Chuqur muskul orasiga yuvorish bilan amalga oshiriladi. Mana shu tartibda har bitta qo'yimizni ukol qilib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana e'tibor beradigan bo'lsak, hozir inyeksiyalarni amalga oshirdik, ya'ni ukollarni qilib bo'ldik. Qo'ylarning xudo xolasa ishtahalari yaxshi. Kimda agar shunaqa bir muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki yana qo'shimcha ravishda savollar tug'iladigan bo'lsa, video davomida kommentariyaga bemalol yozib ketinglar, imkon qadar ko'rib javob berishga harakat qilamiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, biz sizlarga har doim eng yaxshi, eng sifatli sizlarmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.